13 qism. Renatga ketmaganimizning sababini qisqacha tushundirdim. O mening bu ishimdan qavatli suyunganini aytib, undidardagi uchurda deyilgan adres bo'yicha mashinani qo'zg'adi. Paravonlik o'rniga kelib, ayol mas'ul xodimning yo'l boshlashi bilan bovoqni quchqimga olgandila, yuragim joyiga tushdi. Boshqa birisi ilib ketdimikin degan andishlarim uni bag'rimga besib, yumron putlarga levimni tekkizganimda besiqdi. Renat mas'ul xodimning qo'lidagi sutni ilib, bovoqning og'ziga tangladi. Bovoq ko'zlarini yo'g'on ichib, bizga tafsiliy bir qarab atgandan keyin sutni g'utullatib birdamda ichib bo'ldi-da, toza bir kerilib asnab atgandan keyin xotirjam holda uyquga ketdi. Renat bovoqni qo'limdan asta ilib, uning mangziga yenikkina suyib qo'ydi. "Uma qizim, xotirjam uxlang. Endi siz yolg'iz emas, yaningizda biz bor." Bu daqiqalarda Rana bilan ikkimizning hayajonli ko'z yoshlarimiz taramlab to'kilib ketdi. Mas'ul xodim bizga qaradi. Bu bovoq at degandan bir qirqirab, yig'lab faqat uxlamagan. Hatto sutni ichgili unimay chiqarib atgan. Qarag'anda sizlarni ota-onasiga o'xshatib qolgan bo'lsa kerak. Tova, qaranglar xotirjam uxlab ketganni. Mumkin bo'lsa, balni bugunla akatgun bor. Mumkin bo'larmi ada? Yuringlar, ishxonaga kirib paranglashayli. Ishxonaga kirib, bovoqni beqib olishning undaq oson emasligini, cho'qim yurtga berib qonuniy rasmiyatlarni bejirgandila, ondan elib ketgili bo'lganligini bilib, yili chiqib ketgan to'pdek lassida bo'lib qardim. Renat turqumga qarab qo'ydi. "Xotirjam bo'ling. Rasmiyatlarni cho'qim eng tez suratda bejirib balni ketimiz. Necha kun sabr qiling. Biz atat degan uchining aeroplan biletini hozirla zakaz qilaylik." Bo'ldi. Siz bormang. Qolgan rasmiyatlarni Rana bo'lgandan keyin bejirib aeroplanga kelay. Siz mushiyat turib, baliq ko'z quloq bo'ling. Boshqalar ep ketmasin yana. Maylamsa. Xotirjam bo'ling. Sizlar jadvalga qo'l qo'yib kapolat pulini topshirib bo'lgan tursanglar. Bu bovoqni boshqalarning ilib ketishi mumkin emas-da. Undaq bo'lsa, yaxshi. Rahmat ada sizga. Yo'q, hech qisi yo'q. Bu bizning qilishga tegishli ishimiz. Ish qilib bu bovoq bak talaylikka jumu. Sizlarning har bir harakatinglar, gap so'zlaringlardan samimiy odam ekanliginglar chiqib turdi-ku. Bizmi bovoqni sizlardek odamlar bequvvat xotirjam bo'lamiz. Shunchalik deganingizdan suyundim. Umidingizni hargiz yerda qo'ymaymiz. Bugundan boshlab bu qizning opasi men. U mening qizim. Men cho'qim qizimni yaramliq odam qilib tarbiyalab chiqaman. Yurtga tushibla, yana yuzimni qilin qilib, boshliqdan necha kunlik ruxsat so'rab, rasmiyatlarni dadam bilan har yonga qatirab, topinim teshilay deganda oran bejirib, aeroplan bilan Urumchiga qarab uchdim. Bütün rasmiyat ishlari tugab, bovoqni qo'limga olganimda, mas'ul xodim menga bovoqning opsi yo'kkiga qistirib qo'ygan xatni uzatdi. Men purilishib ketgan varaqchiga ko'zimni og'dirdim. Hayot to'qonlarda har yonga usib, peshonamga bitilgan sho'r qismatning sababi bilan yuragimni yerib chiqqan qizimni tashlab etishga majbur bo'ldim. Meni mushundoq qilishga qistagan ba'zi odamlarni, hayotni, ya'ni balini tepib qo'yib kar bo'lmay bizni tashlab etgan vafosizni hech qaysini tilga olg'im yo'q. Balini beqishga faqat amalim yo'q. Onu beqishni tanlasam hayotda chiqish yo'lim bo'lmaydi desam ishonmaysiz qachon. O'tning teshidikilar ichida kuyayotganlarning holini bilmaydi albatta. Men o'zimning bir loyaqatsiz, sharafsiz ona ekanligini bilaman. Ammo yana qizimni qizil qut holda tashlab etishga majburman. Mayli balamni beqib olgan siz kim bo'ling, sizdan o'tindig'inim onunga mehringizni bersangiz, uni bag'ringizga bossangiz. Aslida bu dunyoga xato holda kelib qolgan qizim keyingi hayotida bo'lsa-mu shu xatolikning surqini tartmasa, hayotning g'avg'olaridan mustasno holda xotirjam yashasa degan umiddaman. Balkim bu dunyoda sizning shafqatingizga javob qaytarib bo'lmasligim mumkin. Sizga u dunyoga borganda javob qaytarman. Xayr xo'sh, omon bo'linglar. Arziyat. Xat bilan qo'shib, bovoqni bag'rimga bosdim. Demak, endi mening yangi bir hayotim,
analık səpərim başlanğan idi. Bəlkім bu səpər nurg'unlagan əgir toqaylıqlarga, doqallarga, g'am-g'ussalarga to'lib ketishi mumkin. Mayli, hech qisi yo'q. Men chidayman. Qizimni sog'lom beqib cho'ng qilib qatorga qo'shqicha, chechimni supurga, qo'limni ko'say qilishga har vaqt tayyorman. Qizim xotirjam holda bag'rimda yenik pushildab uxlayotdi. Tushida baxtini ko'rdimikin? Yoki birari uningga xotirjam bo'l, endi hech kim seni tashlab etmaydi. Biz sana mehribon, holingga yetadigan bir onani uchrashtirdik deb shivirlayotgandikin. O pisingida kulgan chig'ida bir jup jinastidek umoq siniqida bir shodlikni ko'rgandek bo'ldi. Rinat saytiga qarab qo'yib menga dedi. Avval yaxshiroq bir joyga berib g'izonlab dam olib olayli. Ondan men aeroplan biletini zakaz qilib o'tay. Poyezd mansaq baqinlab ketamiz. Shon yurtingizga uchib borayli. Bugun kechninki biletini olamdiq yoki ertatigannikimi? Sizmi bilib baramsiz? Amalba bugun kechninkini olayli-ya. Albatta shundoq bo'ldi-da. Qaysi kuni yurtinglarga berishim qo'shilgaydingiz? Nima? Yeni bo'lmoqchimi? Yo'q, undaqku emas. Men sizni buncha tez bora deb o'ylamabdi ekanman. Shirkatning ishlari aldirash tursa, yilimi yaqindan buyon sizni bek avor qilyaptim. Shirkatning ishi men bo'lmasam cho'gilaverdi. Bu yerdagi ish uningdan muhim. Siz bilan birga berib, el jamoatni chaqirib qizimning ismini qo'yishib bermasam qanday bo'ldi? Qizim deb qo'ying. Albatta qizimda. Balaning opasi bo'ldi, dadasi bo'lmasa qanday bo'ldi? Uni opirishimda uydagilarning xabari bor. Uning qudrat otasi bor tursa, Qunduz, nimandaq gap tushunmaydigansiz? Men uning dadasi deganikin dadasi, qudrat dadasi degan baribir cho'ng dadasi. Qandoq meni o'rnim bosa olsin? Bo'ldi, gap shundoq bo'lsin. Buningdan keyin qizimning rasxot uchun har oyda pul avatib turman. Rad qilishingizga ruxsat yo'q. Yana uning oldin texim yaxshi xabar elib, dadalik burchimni ado qilib turish uchun patpatinanglarga berib uni yo'qlab turman. Bu qitim sizlar bilan birga berib, yo'g'on qo'shqardan birini setib olib, o'z qo'lim bilan so'yib berman. Hay pochi, oldimda to'lib qo'yatmisingiz-chi? Qo'shqarni so'yamish texi. Sizdek zamonaviy shaharda cho'ng bo'lgan yigit qo'shqar so'yish u yoqda tursin, hayvisni ko'rsangizmi, kayningizga qarmay qochasiz qachon. Hay, po'atmidim. Hech bo'lmasa, Qudrat akam bo'g'izilsa, men putini bo'lsinmi tushab beraman. Mana birdamda so'yiman degan odam endi putini tushab berma deysiz. Qandaq po'yitibsizmi? Suvni singan yerga chash degandek, po deganni otqudek odamlar endi otamiz Qunduz. Uning ustiga erkishi degandan gap so'zlarda oz to'la, po'ri bo'lmasa, suri bo'lmaydi deb o'ylayman o'zimcha. Endi mundoq deb turib olsizdan qahvosh. Biz kulki chaqchaqlar ichida yurib ketdik. Dadam, momam, Aysimgul acham dastlabda hech shapsizli bir yigitni kaynimga silib, uyga boshlab akaginimni ko'rib, danq etibla turib qoldi. Ondan tezli esiga kelib, Rinat bilan bas-basta qizg'in ko'rishib ketdi. Momam sinchi ko'zlar bilan Rinatga tafsiliy qarayotgandan keyin birdamdala hassin taqildatib yurib, dori darmaklari tangshalgan dorilik novat chayni Rinatning oldiga qo'ydi. Men uyimdagilarga xato tuyg'u berib qo'ymay deb ming tirishgan bo'lsam-mu, momam cho'chir tug'atqach, menga yertigidan qarab kulib qo'ydi. Necha yildan beri jimmida yursangiz, to'y ishingizni o'ylab ichim siqilsa-mu, ko'zimning ochiq vaqtida navri kuy o'g'limni ko'rish istiki yuragimda yenib tursa-mu, sizga besim bo'lmasin deb hammani ichimga silib yurgandim. Mana bu vaqt bilan tanglam oltindek bir yigitni boshlab akyapsiz. Nimandaq kelishgan, mehri issiq yigit bu. Bizga nimishqa burunroq demaysiz deyman Qunduz. Moma, siz xato tushunib oldingiz. Bu yigit mening do'stim. O'ttirimizda siz o'ylagandek ish yo'q. Nima? Do'stim dedingizmi? Bu yigit
bo'ytaq emasmi? Bo'ytaq. Mana ishning butkuni shu. İki bo'ytaqning orasidagi do'stlik degan, muhabbat degan gap qizim. Jinim mama, do'stlik degan boshqa, muhabbat boshqa. İkisi ikki ish. Mencha bizning oilada ikkisi bir ish bo'ldigandek turdi. Qarama. Bu yigit dadingiz bilan birdan chiqishib ketdi yana. Men asta darizdan sirtqa qaradim. Renat dadam bilan nimalarnidir deb qizg'in paranglashib, üzüm barangidagi sanjaq üzümlarni qiyvatdi. Bu manzarani ko'rib, bo'yimga g'ushidi shig'i o'lashdi. Dadamning birga bundaq echilib gap qilganini ko'rib baxmag'ili xeyli kunlar bo'lgan edi. Ikkaylan xuddi ota boladek bir-biridan qo'rinmay, yetirqimay o'z ishlar bilan halak edi. Men bu go'zal manzarga to'ymay qarab ketdim. 13. qism tugidi. On 14. qism. Ranaga yo'ldoshi bilan birga bizning uyga tamoqqa kelishni aytib telefon qildim. Ular birdamdila uyimizda paydo bo'ldi. Rananing yo'ldoshi Yusufjon bilan Renatmo birdamdila chiqishib ketdi. Biz to'limi ko'ngillik holda bir vaqt tamoqni birga yedik. Ko'zlarimdan oqqan ikki tomchi yeshim oshning suyiga singib ketdi. Buni hech kim ko'rmadi. Renat qizimga Nazila degan chiroyli ismni qo'yib bo'lib, necha kun turib ketdi. Dadam uning sirtda, mehmonsaroyda turay deganiga unamay, u ketkichi bo'lgan orliqda mehmonxona uyimizda uning bilan birga yotdi. Ular tun tangacha nimalarnidir deyishib, zo'q-sho'q bilan paranglashib chiqdi. Burunroq uxlanglar deganimizda dadam g'udrab, ayol kishi degan erkakning ishiga aralashmaydigan debni ulgurdi. Dadam Renatni uzitib qo'yg'ili chiqmang deganimga unamay, aeroplan stansiyasiga biz bilan birga chiqib, uning qo'lini ching siqib turib, uyimizga pat-pat kelib turishini yenishlab deb ketdi. Renat bilan dadamning bunchalik ichakishib ketganini ko'rib, qalbim suyunish hissiyoti bilan to'lib ketdi. Yaqinda boshlagan romanimning xotima qismini tamomlab, kompyuterni o'chirib turishimga yanfondagi to'rg'ay churildab to'xtadi. Ko'k yo'rimga Renatdan xat kelgan edi. Qunduz, nima ish qilyapsiz? Balkim shu topda qizim Nazilani papalab uni uxlatayotgansiz. Yoki kompyuter oldida o'tirib, mistollaringiz, o'qirmanlaringiz uchun asar yozayotgansiz. Ammo men shu topda sizni o'ylab, ko'zlarimga hech uyqu kelgandek emas. Qaytib kelgandan beri xiyolimda sizlar, yo'llarda, ishxonada, uyda sizning osh o'maq siyoqingiz ko'z oldimda esilib turgan. Yuragimning holi yo'q. Sizga bo'lgan savdolik meni faqat oromimni qo'ymadi. Balkim siz bilan reallikda yuz ko'rishgandan keyin sizga ko'nglim tushib qolganini bilgansiz. Yoki bilsangizmi bilmasga solgansiz. Shunglashqimikin tang, men ko'zlaringizni mong bo'lgan muhabbat ushqinni ko'ra olmadim. Faqat ko'rganim parvosizlikdan iborat. Bilaman, siz meni do'st qatorida ko'rsiz. 14 yil burun men qanday qaragan bo'lsangiz, helammi shunday qaraysiz. Ammo men sizni do'stim bo'lishdan sirt, mening ma'shuqim bo'lsa nima degan yaxshi bo'ladi deb o'ylab ketaman. Ham buning uchun oxirgacha kurash qilaman. Jahonning o'chida qichib ketsangizmi, sizning keyningizni to'xtamay qo'g'layman. Nima qunduz? Meni g'ururini saqlamaydi ekan, o'z izzatini qilib cho'ng sifat yursa bo'lmamdiganda deb atamsiz? To'g'ri. Keyningizdan jindek agishib yursam, sizdan muhabbat kutsam, g'ururimning ozroq qurbon bo'lganini bilaman. Ammo men g'ururim qurbon bo'ldi deb yursam, baxtimni, kelgusi turmushimdagi ko'ngil sultonimni qo'ldan berib qo'ysam, buning o'rnini keyin to'ldirg'ili bo'lamdi. Shung meni to'g'ri tushunishingizni umid qilaman. Turib o'ylab qoldim. Asl taqdir mening rishtimni 14 yil burun sizga chigibdi ekan. Sizdan yo'shirmayman. 29 yillik hayotimda necha qiz bilan tanishib, muhabbatlashganmi bo'ldim, ammo oyog'i chiqmadi. Jimmada boshlang'ich, jimmada oyoqlashdi. Bu ko'ngil degan ajoyib narsa.
Biz muhabbetlashishga aldirab ketmasakmi, u vaqt soati kelganda o'zi kerakli odamni o'zi tanlaydi ekan. Shunga men sizga xatlarimda qisqa uchurlarda muhabbat sarguzashtlarini so'zlashni loyiq ko'rmay demagan edim. Esingizdami? Siz menga to'liq o'tirda o'qiyotgan chig'ingiz yozgan xatingizda opangiz yiliq er bilan qechib ketgandan keyin ro'yi jihatdan bakli tugishib ketganligingizni, necha yil shu tushgan ro'yi dunyo ichida yashab kelganligingizni, ammo buninglik bilan bel qo'yib o'tmaydiganligingizni, sizning dardingizni ko'ngil qo'yib anglab sizga tasalli berib, ro'yi to'rik bo'la oladigan birisiga bakli muhtoj ekanligingizni, shunga ichingizdagi barliq azoblaringizni bir mangli to'kib olsangiz xushbeydek yengillab qolganligingizni, asli meni taqdir sizga tanishtirib to'lim to'g'ri qilganligini, do'stligimizning mangu uzilib qolmasligini umid qilganligingizni, malla bo'lsam dardimni kimga aytsam bo'lar deb ikki yon qarab qolmaydiganligingizni, men shu qadar ichikib qolganligingizni aytgan edingiz. Men sizga va'da bergan va kiyimi va'damga amal qilish uchun bor tilish javoblarim bilan xatda qisqa uchurda sizga hamroh bo'lib o'zimning mavjudligini isbotlab keldim. Ammo keyin turibli aloqamiz sustlab qoldi. Hatto necha rat uchur yozsam qaytiribmi qo'ymadingiz. Men bo'ptila oldirashdi deb o'ylab to'g'ri tushundim. Lekin taqdir bizni biroqla ayirib o'tmadi. Aloqamiz turib uzilib qolsa, turib yana ulanib qoldi. Siz bilan soq 14 yildan keyin yuz ko'rishgani bo'lsa, siz mening yuragimni to'ydirmayli bag'rimdan yulib deyla bo'ldingiz. Burunlarda siz dardlaringizni menga aytsangiz, men shu tap sizga savdolarcha maktub yozib o'tiribdim. Ishq piroqingizda kuyib o't tushgan qildek har yana to'lg'anyapman. Atrofimda kepenekdek chiroyli qizlar parvona bo'lib yursimi, mening ularga qaraydigan ko'zim yo'q. Qandoq? Bu qurlarni o'qiyotganda menga ichingiz og'ridimi? Esdashlig'ingiz keldimi? Mana, hozirgi ahvolim shundoq. Men sizni bak yaxshi ko'rib qoldim. Asli siz bilan yuz ko'rishmasda g'amg'ussiz, shadamon yigit edim. Qachon siz bilan ko'rishdim, barish shodliqlarim, tantaklikim, bangbash yoshlik hislarimning hammasi yo'qoldi. Muhabbatning qudratini, sehriy kuchini tetigan chig'imda ondan sevgi, oshiq deganlarini tushungandek bo'ldim. Hayot menga savdo o'tini solgan chaqda sizning bo'ytoqligingizni bilib, xushallikda beshim ko'kka taqashdi. Navoda shu choq to'y qilib ketgan bo'lsangiz, qanday qilar bo'lg'aydim? Siz barliq dardlaringizni menga aytib, ichingizni bo'shatgan bilan, men dardlarimni kimga aytib, kimga unar edim? Bu hayot yanada rahimdilkan. Sizning bo'ytoqligingiz mening eng cho'ng umidim. O'zimning qandoqligi o'zimga ayon. Men har jihatdan sizga to'linmas kelaman. Oilangizdagilarmi meni yoqtirdi. Men ularga amroq bo'lib qoldim. Dadangizning yoshligida beshirini o'tkazgan shu ishlarini texa anglab bo'lolmayla yenib keldim. Arzuyim shuki, oilamning bir a'zosi bo'lsam, Nozilan ikkimiz birga beqib qatorga qo'shsak. Albatta, bu yerda sizning o'tmishdagi muhabbat ishlaringizni surishtirib o'ltirmayman. Sizning menga deyishni xohlamagan har qanday bir gapingizni qumga suv singandek ichingizga singdirib etishga tamoman haqlisiz. Ammo sizdan tilaydigan kichikkina tilakim, menga hamda bundoq parvoz qaramasangiz. Ko'zlaringizda alanglab turgan ash xunuk ko'langilarni endi ko'rmasam deyman. Sizning kitobingizga suratingizni ota-onamga ko'rsatsam, ular sizni mehri siqqizgan deb maqtashib ketdi. Sizning necha 10 parcha kitobning avtori bir tonilgan yosh yozuvchi ekanligingizni aytganimda bo'lsa, hayronlik qoldi. Qunduz, hozircha menga ko'ngil berolmasangizmi, meni do'stim deb qarsangizmi, men yanada xushal. Chunki yaningizda do'st sifatida zoir bo'lib turishmi men uchun zo'r baxt. Ammo men oxirigacha siz menga ko'ngil bergich kutaman. Menga bel qo'yib o'tmayman. Pek ko'p so'zlab ketdimmi qandoq? Kechiring. Qizimni to'lim sevgandim. Uning ash xushidini qutiga qochirg'ili bo'lsa-da, kunda purab qolmaydim. Uni men uchun bag'ringizga besib suyib qo'ying. Sizni menga suyib Rina. Xatni o'qib bo'lib, xeyli uzungacha sukutda o'ltirib ketdim. Sezmay mumkinmi? Renatning meni yaxshi ko'rib qolgani har bir ish harakatidan to'kilib tursa, qandoqmi bilmay qolay. U haqiqatan esli yigit. Momam, dadammi uni eg'izdan tushirmaydi. Ularmi mening Renat bilan turmush qurib kelishimni orzu qiladi.
Ammo mening qalbim, mening shikastlangan bu qalbim Renatni sevgi qasrimga boshlashimga yo'l qo'ymayotdi. Uningga yanada do'stlik mehrim bilan amroqlik qilatdim. Muhabbat deganmi ajoyib narsa ekan. Men uchun allburun o'tmishga aylangan qadrsiz sevgi kashmishlarimning vujudimni mahkam bog'lab turgan qora arg'amchisidan qutulanmay turib, Renatning muhabbatini qabul qilolmaydim. Qizimga uningdan o'zga mehribon dada bu iqlimda chiqmaydi. Ammo hammaga vaqt, toqat ketadi. Hayotimning yenimga Renatni avatishida bir hikmat borday qiladi. Ammo men tinib olishim, sap havodan qinib sömürüşüm, kayni-kayndan qistilib kelgan dard hasratlar dastidan qo'dangishib ketgan kallamni aram oldirishim kerak edi. Shundala men turmushimdagi ba'zi ishlarni ko'ngildagidek o'rinlashtira oldim. Hayotga yangi bir nazarda baqa oldim. o'n to'rtinchi qism tugidi. 15-ci qism. Avtonom rayon bo'yicha 10 munavvar yosh yozuvchining biri bo'lib mukofotlanish sharfiga erishishim bilan tangla nashriyotning yangidan nashr qilgan bir roman, bir povestlar to'plamini imzo qo'yib setish faoliyatini viloyatlik Shinxua kitobxonasida o'tkazdig'imni bilib, idoradagi ishlarimni tugatib bo'lolmay, faoliyatga aldirashli tayyorlik qilib aran ulgurdim. Qo'lda kitoblarimni ko'tarib olgan to'p-to'p o'qirmanlar eshikdan kirishim bilan tangla meni o'rib olishdi. Faoliyatning boshlanish so'zi o'qib bo'lingandan keyin munosabatlik rahbarlar bilan rasmga tushdim. Men Ra'noning yordamlashishi bilan, menga mehr bilan tikilib, kitobimni sungan har bir o'qirmanga astoydillik bilan imzo qo'yib berib o'tdim. Birdinla muxbirlar paydo bo'lib, savollarni yog'dirib Eg'zimdan chiqqan har bir gapda xatolashib qolmaslik uchun salmoqlik bilan ularning savoliga javob berib o'tdim. Bu faoliyatning buncha jonlanib, o'qirmanlarning kitoblarimni shunday qizg'inlik bilan setib olishlari meni hayajonlantirib o'tdi. Sufrang chiroq nuri ostida atrofimga rad-reti bilan tizib etilgan kitoblar orasida o'ltirib, menga adabiyotning ato qilgan bu shon shuhratidan vujudim mast bo'lib, qonlarim to'lqinlab o'tdi. Ra'no mening bu utuqlarimdan mamnun bo'lib, barcha tirishchanliklari bilan o'qirmanlarni rozi qilish uchun har yonga chepib yuradi. Birdinla ko'zim bir to'p odamlar orasida jigarrang kostyumni qirlab kiyib olgan, quyuq sochlarini yonga tarib olgan, turqidan erlik salofat to'kilib turgan Renatni ko'rib qoldim. Bu xiyoliy tuyg'umi nima degandek ko'zlarimni uvulib etib qayta qaradim. Renat qo'lda bir dasta qiyib qizil atirgul ko'targan peti chiroydan xush tabassum yog'dirib, cho'ng-cho'ng qadamlar bilan menga qarab kelyapti. U yenimga kelib, gulni menga qo'sh qo'llab sungandan keyin asta dedi: Muborak bo'lsin. İlhamınız mengu qurimas buloqdek bulduqlab tursin. Sizga omad tilayman, Qunduz. Rahmat sizga. Ajab, xabar qilib qo'ymay kelib qopsiz-ku. Shu, mushuna qutlug' kuni meni chaqirmisingizmi? O'zim yuzimni qalin qilib kelaverdim. Xushal bo'ldingizmi yo? Albatta xushal bo'lmanda. Odam putuq qozongan shu daqiqalarda tunji bo'lib o'ylaydig'ini endi o'zining eng yaqin odamlar bo'lishgan. Asli sizga xabar qilay degan faoliyat tuyuqsiz o'rinlashtirilg'achqa men mutaz qoldim, ulgurolmagili. Uning ustiga sizni shirkatda ishlar oldirashtirsa malol qilmay dedim. Sizning o'rningizda bu xabarni menga Ra'no yetkazdi. Shunga aeroplan bilan keldim. Mana oldingiz turibdimi? Sizdan baxush bo'ldim. Takallup qilmang. Qizimchi, u yaxshi-ku? Yaxshi. Nazilak o'tkilar qarab qoldi. Faoliyatda yenib o'yiniga borayli. Mo'maq qizim ko'zimda uchib ketdi. Ma'qul. Birdinla atrofdagi odamlar nazarini Renatga og'dirdi.
Ular uningga sapsilib qarshib, past ovozda nimalarnidir deyishib ketdi. Tuyuqsiz yenimdagi 17-18 yoshlar chog'imizdagi qiz o'g'ilning deyishgan gaplari qulog'imga kirib qoldi. Hey, ma'u kelishgan akash Qunduz degan yozuvchining yo'ldishimi nima? Voy yo'q. Boshqalarni anglasam bu ochashdek to'y qilmabdi. Balkim yurgan yigit bo'lsa kerak. Pah, nima degan maskagan bir jiblar bu, ha? Qara, xuddi oltin uziga yoqut ko'z qo'ygandekla. Ma'lum shundoq salobatlik yigitim bir nisb bo'lami, ha? Voy mastona, nimalarni deb yurisa? Avval o'qishni yaxshi o'qi. Senmi kelgusida Qunduz achamdek istidodli odam bo'lib, qilgan ishingda utuq qazansang, yigitlar seni o'zi izlab keldi. To'la kichikli turib, erning xiyolini qilma. Ma'qul. Bu ikkisining gapini anglab, kulkam qistab ketdi. Ularga qarab kulib tashladim. Ular villada qizargan peti qo'ldagi kitoblarni mahkam tutquncha birdamda g'oyib bo'ldi. Osonliq millat yozuvchilarini tarbiyalash kursiga qatnashib, Lushin Shoyanga kelganimga necha kun bo'lib qolgan edi. Bu adabiyot buyishkida tiklangan abidlarni ko'rib, Jungo elidagi dangliq yozuvchilar, professorlarning leksiya, darslarini anglab, tafakkurlarim yangilangan bo'lsa, maktab ichidagi gul giyohlarni, binolarni, kutubxonni ko'rib, ko'zlarim chekchiyib ketdi. Adabiyotning e'tibori bu illiq makon menga yangi ilhomlarni baxsh etmoqda edi. Kursga birga kelgan savodoshlarim bilan bozor aylanib, yotoqqa kirib turishim bilan tang yonfonimdagi to'rg'ay sayradi. Rinat ko'kyo'rimga xat yozgan edi. Qunduz, qanday ahvolingiz? Yaxshi turdingizmi? Lushin Shoyandagi kunlaringiz qandayroq? Yaxshi ketyaptimdi? Men qizimni seg'inib ketib, tunuga aeroplan bilan kelgan edim. Bugun uni bog'chaga kirdim, ondan bozorda uningga kiyim-kechak, yana jiq qo'nchoqlarni olib berdim. U paq xushal bo'lib ketdi. 1,5 yoshga kirib qoldi emasmi? Kechgacha uni uyda boqmiz demay imkoniyat yarab bersizlar, eng go'zal joylarga olib borib sayohat qildirib kelaylik. Men sizga qizimiz ikimizga rasmlarni avatib beray, ko'ramsiz. Qizimiz rasm tushib ustimikan, men amroqmikan? O'zingizmi yaxshitiratamsiz, Rinat? Sizlar yaxshitirgan bo'lsanglar, menmi yaxshitirdim. Bu yerdagi kunlarim to'limi ma'nilik o'tyotdi. Men bu yerga kelib, nurg'un bilishga tegishli narsalarni bilib oldim. Men qizimni bekli siyg'indim. Tarbiyalash kursi tugasa, tezlik qaytaman. Ma'qul. Amsi rasmlarni avatingga bir ko'ray. Rinat qizim bilan tushgan rasmlarni avatdi. Bir parchasi uni bo'yniga mindirib tushgan rasm. Yana bir parchasi qizimning Rinatning ikki qo'lini tutib, uni so'yib turib tushgan rasm. Yana qizimning yo'g'on bir mushuk iy qo'nchoqni quchoqlab, bir ko'zni qisib tushgan rasmi kayni-kayndan keldi. Nemishqidir vujudim xushida bo'lib, chanaqlarimga suzik qatrlar shig'ildi. To'rg'ay yana sayradi. Qizimiz rasm tushib ustimikan, men amroqmikan? Ha, bekli ustikan. Sizga amroq bo'lmay, kimga amroq bo'lsa bo'ladi. Siz uning dadisi tursangiz. Oxir qizimni dada bo'lishim e'tirof qilibsiz-da. Men sizga burunmi degan. Bu dunyoni 1000 yil qolsangizmi, qizimga mendek amroq dadadan yana birisi chiqmaydi. U mening yuragimning bir parchasi. Ha, e'tirof qildim. Amaliyotda e'tirof qilmay desammi, haqiqat oldida bosh egmay amolim yo'q. Rinat arqadan ko'p-ko'k osmonda uchayotgan 3 turnaning may bo'yoq rasmini avatdi. Ikki cho'ng turna kichik turnani orasiga ilib, qanotlarini kang echib uchayotgan bu rasm ajoyib ustuliq, yuqur badiiy did bilan sizilgan edi. Bu turnalar umoqmikan? Ha, bekli umoqkan. Ham bu rasm bek yaxshi sizilibdi. Bu rasmni men sizdan sizga burunmi degan bu? Menda rasmsizcha tug'um talant bor. Avu oldidagi cho'ng turni men, o'ttirisidagi kichik turni Nazila, oxirdagi turni siz. Men bu rasmni avval sizib olib, ondan elektron nusxasiga aylantirib, yonifonimga qachilib olgan. Ekranimga mush rasm to'g'rilib oldim. Uchimiz bir gavdaga aylansaqlar,
Köp-gök osmon, tog' daryolar, muzliq cho'qqilarining bizga bosh egmay amali yo'q. Bu rasmda men butun bir oilani ulab turgan muhabbat zanjirini, mehribonlikni aks ettirmoqchi. Yoshlarim biraqli teshib ketdi. Xat yozayotgan barmoqlarim titrayotdi. Bu bek go'zal rasm bo'pti. Tafakkuringizmi odamni bekli o'yga soldi ekan. Sizdan bekli ta'sirlandim. Rost. Shu topda sizga nima deb rahmat aytishimni bilolmayapman. Manga ortiq rahmat aytishingizning hojati yo'q. Biz bu rasmni mangu qadrlab saqlaylik. Men sizning tezroq qaytib kelib, reallikda bu yer ikki turumning sepiga qo'shilib, muhabbatingizni qanot qilib, biz bilan birga uchishingizni umid qilaman. Ham sizni kutaman. Men tezli borman. Sizlarni pek sevdim. Kecha ko'zlarim uyqudan bedor bo'ldi. Aqlimga kelib, hayot xotiramda paydo bo'lib, menga ta'sir qilgan har bir kishini o'ylab chiqdim. Hayotimning hasrat tomonlarida tunjiqayotgan ruhimni gohida silkib qo'ysa, gohida paplab qo'yishlarini tushungandek bo'ldim. Hayot sahnasida gohida qaysar qiyofatga, baxtli bir qizning siyoqiga kirib, zo'riqib kulganlarimda kulkigimi, hasratgimi o'xshamaydigan ashu muammo tuyg'um chiroyimda qetib qoldi. Daryo ko'z yoshlarimni, nashbit chechkidek oq hem güzel arzularimni chandurmayla asarlarim ichiga singdirib etdi. Buning bilan mu dardlarim tugab qolmadi. Arzu shu biti, armon mu shu biti joyida qoldi. Xiyollarimning cheki yo'q. Har kuni degidek qafasdagi qushdek jonsiz sayrashlarimni o'zimdan boshqa hech kim anglayolmadi. Turib ümidsizlik patqiga petib qolsam, turib jasorat kamir bilan belimni mahkam bog'ladim. Rinatning sevgisidan gumon qilishga haqqim yo'q. Muhabbat bo'la, shundoq bo'la. Sevgi bo'la, shunchalik bo'la. Samimiyat aynigida aks etgan aqida bo'la. Bu shundoq bo'la. Yana nima uchun uningdan qechib, uning yuragida yongan sevgi ushqinni pulab o'chirmoqchi bo'laman? Birasi menga uningdan esli bir yigitni tayyorlab qo'yganmidi? Yoki birasi mening baxtim so'langan sirliq qutini menga tanglab turibdimi? Bo'ldi bas qunduz. Endi osiy tuyg'ularingga, abjash xiyollaringga chek qo'y. Qamlashmagan o'ylaringni oxirlashtir. Sen baxtliksan. Shu topda sendek baxtga erishish uchun kecha-kunduz tipirlayotgan, ham hayotida baxtning sho'lisini ko'ranmay, nafsi uzilganlarni ko'z oldingga keltir. Yangi ko'tarilgan quyoshning oltin nurlaridan zar yig'ish uchun qalb rujaklaringni ulug' och. Sen nemishqa Rinatni shunda qiynaysan? Nemishqa uningga parvosiz muomala qilishga urinasan? Nemishqa sevgi jamingdan sharob ichishiga yo'l qo'ymay, uning yosh jiniga ekak solasan? Amaliyotda uni qiynag'ining o'zingni, qizingni, oilangdagilarni qiynag'ining emasmi? Hozirgidek hamma narsa pul bilan o'lchalinayotgan, kishilar o'rtasidagi samimiyat, chinliqqa daz ketgan bu jamiyatda Rinatdek esil bir yigitni topmoq dengizdan jingni izlagandanmi mushkul. Atrofingdagi hammaylar Rinatni shundoq yoqtirdi. Albatta, senmi buning sirtida emas. Lushin Shoyaniga kelgandan beri Rinatni to'la o'ylaydigan bo'lib qolganingni e'tirof qilmay turolmaysan. Hatto tushingdimi uning bilan turmush qurib, qizingning ishqinglarning beli bog'langan qizil ranglik tovarning bir uchini nozik qo'llar bilan texmi chingitish uchun tortayotganligini ko'rmadingmi? Rinatning ko'k-yo'rig'i bosh shakli qilib to'g'rilib olgan yiliq rasmga qancha qitim qarg'iningni deb bermaysan. Qarab to'ymaysan. Acaba sen o'zingda paydo bo'lgan bu tuyg'uni inkor qilmoqchimi? Yo'q. İnkar qilay desangmi, inkor qilolmaysan. Mana bu muhabbatning qudrati, chin sevgining fasohati. Tez bo'l. Rinatga puchur yoz. Uning yuragi asli sening yuraging bilan bir uvda yotgan bir jup damdardek allburun tepishib qolganligini ayt. Rinat sızgan rasmdagi 3 turna tangli bo'shliqqa ko'tarilib ushsin. Egiz binolarni pastga qoldirib, shiraqlarga ushsin.
yangi bir saharning subi nuri avval yotoqni yoritdi. Ondan qalbimga bosib kirib, qardab ketgan zaif tumanlarni surib chiqarib, o'rniga oppoq nur ziyolarni chashdi. Men asta o'rnimdan turib, daryasini ochdim. Burnimga shamol qayerdandir uchirib akagan qarag'ay gul giyohlarning xushida urildi. Men bu xushparaqni qinib yedlidim-da, yanfonimni qo'limga ilib, Renatga qisqa uchur yozdim. Renat, sizni suyman. Bekli yaxshi ko'rman. Yuragim sizning ismingizni zikr qilib shivirlayotgan bu daqiqalarda sizni xiyolimda mehrim bilan quchoqlayapman. Barmoqlarim bilan sochlaringizni taravatman. Keling aşk, meni bag'ishlang. Sumul sochlarim bag'ringizga yeyilib ketsin. Dardli qalbim sizning muhabbatingiz bilan yuyilsin. G'ujmak jarohat bosgan yuragim sevgi yomg'iringiz bilan shifo topsin. Men hayotimning bir maktubini topshirib oldim. Hem bir haqiqatni tonib yetdim. Endi buningdan keyingi hayotimda sizdan boshqa er bo'lmaydi. Qalbim sizning yuragingizga singib ketganda, men dardli qalbimning baxt naqsini aytayotganini anglayman. Siz mening hayotimga kechikib kelgan, shundaqla menga to'zmaydigan bir gulsiz. Beshinchi qism tugidi. Abdori Abdujalil Jabbor. Ovoz rejissyori Gulora Sodir. O'zbekona.tv taqdim etadi. Dard berar jonim, sen buni sezmaysan. Yurak sezar, lekin sen buni bilmaysan. Dard berar jonim, sen buni sezmaysan. Yurak sezar, lekin sen buni bilmaysan. Har sari yoningga men borar bo'lsam, dard so'zlarimni senga aytar bo'lsam, ko'nglimning ko'chasidan o'tmading hech, menga ishqingda zot yonar bo'lsam. Dars ketgan yuragimning chekar alam, sensizlikning azori bitmaydi hech ham. Kor ekan aslida sevganing ko'zi, aybimda sevganim seni ichimda. Lolalarim yetdi osmonga, yuz burdi yurak bugun armonga. Halovatsiz tunlarim botdim hijronga, aytgin nega sen buni sezmaysan. Dard berar jonim, sen buni sezmaysan. Yurak sezar, lekin sen buni bilmaysan. Dard berar jonim, sen buni sezmaysan. Yurak sezar, lekin sen buni bilmaysan. Birgina orzuyim o'shalarda ismingni avaylab yozdim qalbimga. Yetmadi sevgim ko'yi avjiga, yetmadi oxlarim netay senga. Dars ketgan yuragimning chekar alam, sensizlikning azori bitmaydi hech ham. Kor ekan aslida sevganing ko'zi, aybimda sevganim seni ichimda. Lolalarim yetdi osmonga, yuz burdi yurak bugun armonga. Halovatsiz tunlarim botdim hijronga.
Uzbekona.tv Dert veren canım sen bunu sezmeysen. Yürek sezer lekin sen bunu bilmeysen. Dert veren canım sen bunu sezmeysen. Yürek sezer lekin sen bunu bilmeysen.